Assalamu alaykum muhtaram qarindoshlar. Ko'rib o'tganinglar Erkin Asiya radiosi Uyg'ur bölümü Tor televiziyasining haftalik xabarlar sahifasi. Mazkur sahifamizda bu hafta jarayonida berilgan muhim xabarlarni bir qator eslatib o'tamiz. Men Juma. Men Aqida. Perşembe günü etegen saat 8 tarafida Aqsu shahri Egachizlik saqchixonaning ko'shi charlash atirdi hujum uchirdi. Hujumda 7 odam o'lgan va 14 odam yaralangan. Vaqa yezliq saqchixonadan 500 metr yiroqlikdagi bir ko'rikda yuz bergan. Hujum uchirgan charlash atirdi 15 odamdan tarkib topgan bo'lib, bularning 4 nafari o'lgan, qolganlari yarda bo'lgan. Partlash vaqasida yo'l ustida ketayotgan fuqarolardan 3 odam o'lgan va bir necha odam yarda bo'lgan. Yaralanganlar navbatda Aqsu viloyatlik 1-doktorxonada davolanmoqda. To'liqsiz ma'lumotlardan ma'lum bo'lishicha, hujum qilguvchi 3 turpalliq 22 yoshlik bir Uyg'ur yosh bo'lishi mumkin ekan. O partlatqucha qancha yoshdagi bola ekan, qaysi yezning odami ekan? O ishni shu Shinjong dunyoniki soqchilari aniqlab qilgan. Bizniki yana bir ashyolar birga qilmashga bir soqchi deb birishamdi. O bolani ham partlatishini 22 yosh deb angladim. Shu turpalliq nuqluq degan qildi. Uyg'ur Abdunum rayoni raisi Nurbekri 19-avgust chet el muxbirlarining ziyoratini qabul qilib 5-iyul vaqasining kelib chiqishini diniy va milliy siyosatimiz bilan munosabatsiz. Bu ishki tashqi uch xil kuchlarning birlikda elib borgan zo'ravonlik harakati deb qayta ta'kidlagan. Uyg'ur milliy harakatining rahbari Rabiya Qadir xonim Nurbekrining aytganlariga qattiq raddiya berdi va Nurbekri o'tirib qo'ygan fikrlarning Uyg'ur eli vaziyatining yanada jiddiylashganligidan derak berdiganligini, o'zining Uyg'urlar vaziyatidan andish qilayotganligini bildirdi. Şu Xitay hükümetinin yapırıvatkan siyaseti bulup mu köşmellerini toxtumay yötkeş, Uygurlarını Şarkı Türkistan'da yötkep getiş, keng külemde tutkun kılış, öldürüş siyaseti eğer muşundaq mağıdığan bolsa vaziyet ciddiyleşip ketidi. 84 yoshlik Arzda Bovay Abdurim Mollak Beijing'de qo'lga olindi. Abdurim Mollakning o'g'li dadasini Beijing saqchilari bilan Uyg'ur rayonidan kelgan saqchilar birlikda tutib ketganligini bildirdi. Abdurim Mollak Unsu nayisining Qizil yezisidan bo'lib, u o'zi barpo qilgan 220 yerni yerlik partiya yechak sekretari 1997-yil tartib olib, Xitoy o'lkasidan chiqqan bir Xitoyga o'tkazib bergan. U shundan beri yerni qaytarilish uchun arz qilib kelayotgan edi. Xitoy doiralari Uyg'ur elining G'ul shahridagi Nurtay Mamatni saqal qo'yganlik sababidan xurofotlik bilan ayblab 5 yillik qamoq jazosiga hukm qilgan. Bu yil 52 yoshlardagi Nurtay Mamat G'ul shahrining Yangi hayot mahallesida o'ltirdigan shahar nimkorlaridan biri. U bundan 3 yil burun G'ul shaharlik jamoat xavfsizlik doiralari tarafidan qo'lga olingan va xurofotlik qilish, jamiyat amonlik nizomiga xiloflik qilish bilan ayblangan. 2007-yili G'ul shaharlik xalq sud mahkamasi uning ustidan sud ochgan va uni 5 yillik qamoq jazosiga hukm qilgan. U jazo muddatini Shexodagi bir turmada o'tmoqda. Bu Xitoy doiralarining Uyg'ur elida diniy qiyofatni jinoyat hisoblab, Uyg'ur dindorlarini qamoq jazosiga hukm qilish vaqalarining tipik misoli deb qaralmoqda. Eli vodisida yuz bergan qor va yomg'ir ofatida uylar o'rilib tushgan dehqonlar mablag' yetishmaslik sababidan holsirmoqda ekan. G'ulji nayisidagi dehqonlarning bildirishicha, bu yil yozda uylarni yangilashga majbur bo'lgan dehqonlar ko'p bo'lganligi uchun qurilish materiallarining bahasi o'rlab ketgan. Natijada nurg'un dehqonlar uy qurilishini to'xtatib qo'yishga majbur bo'lgan. To'qchi yuzi kentidagi bir dehqonning bildirishicha, ularning kentida ofatda nurg'un uylar zaxmlangan bo'lsa-mu, iqtisodiy ahvoli yor bermaganligi uchun dehqonlar uylarini yangilash planidan voz kechgan. Yaqinda Gansuning Jochu nayisida latqa iqish vaqasi yuz berib, 1500 dak odam o'lgan, 40 ming dak odam uy makonsiz qolgan edi. Gansu hukumat doiralari latqa ofatiga uchirg'uvchilarni Uyg'ur eliga yutkash fikrni o'tirib qo'ygan. Mazkur xabar e'lon qilingandan keyin chet el matbuotlarining diqqatini qo'zg'ab, Uyg'ur tashkilotlarining tanqidiga uchirgan edi. Lekin bu xabar e'lon qilinib atse, Xitoy hukumati bundaq plan borligini rad qildi. Gansuning Jochu nayisida yuz bergan latqa iqish vaqasida ofatga uchirg'uvchilarni Uyg'ur eliga yutkash to'g'risidagi xabar oldi bilan Gansuning Gannan Abdunum oblasti hukumat to'rida e'lon qilingan edi. Bir aydan buyanqi odatdan tashqari yomg'ir yetishini sababidan Tarim daryosining suvi o'rlab, daryo vodlaridagi yurtlarda o'xshamagan darajada kelkun tahdidi shakllangan. Tarim vodsidagi Aral To'qayda sel ofati yuz bergan.
Biz ilgilgen ma'lumotlardan oshkorlanishicha, Xitoy Bingtuan doiralari afat qolgan Xitoy fuqarolarini jiddiy qutqizgan bo'lsa-mu, Uyg'urlarga texicha yordam kelmagan. Aral To'qayning 1-daduydan ziyoratimizni qabul qilgan bir Uyg'ur ayol kelkun ofatining Uyg'urlar ko'p o'ltiraqlashgan 6-daduyda eng og'ir bo'lganligi. Ammo doiralarning faqat afat qolgan Xitoyni yo'tkab ketganligi. Uyg'ur ommasining bo'lsa, o'zini o'zi qutqizishdan boshqa chorasi yo'qligini bildirdi. Atışehirdə Ramazan məzgildəki muqimlik haqqında bir qatar belgilamalar çıxarılğan. Buningda Ramazan iyi məzgildəki növbətçilik və çarlash xizmətini yaxşı işləş, idara xizmətçilariga qartilgan boshqarish tuzumini kuchaytirib, partiya a'zolari va oila tabobatlarının ro'za tutishini qattiq cheklash qatorliqlar bildirilgan. Uqtirishda yana hukumat xizmatchilarining diniy faoliyatlarga qatnashishining oldini olish, xiloflik, qiluvchilarni qattiq bartaraf qilish qatorliqlar ta'kidlangan. Bu xildagi belgilamalarning Uyg'ur elining boshqa joylaridami o'xshash darajada yo'l qo'yilayotganligi o'tirib qo'yilmoqda. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida sizlarga haftalik xabarlar sahifamiz bo'yicha bu haftalik muhim xabarlarni bir qator eslatib o'tdik. Kelar juma kuni ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Xushvaqt bo'linglar.